tegishli bo'lgan CS55 Plus avtomobil o'zini pulini bo'lib to'lash, ya'ni foizsiz bo'ladigan bo'lsa 5000 dan oshiq оборотda 10 kundan oshiq ishlab turgan motor hisoblanadi. Ford bilan совместно ishlangan avtomobil. Chang'an, закрой все окна. Закрытие всех окон. Mana ko'r, mana 3D qilamizda sizlarga to'liq ko'rsatib o'tamiz. Orqa qopqog'imiz ham elektron ochiladi. Mana qachon keladi ushbu avtomobil, qachon minamiz deganlar uchun mana tezlichi bu bepul. To'g'risi, endi misol uchun ko'p. Assalomu alaykum, Barakot Uz YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Qadrdonlar, yaqinlar, omonmisizlar, tanajoninglar sog'mi? Kamerani yaqinroq olib keling. Men sizlarga bugun xudo xolasa Chang'an oilasiga tegishli bo'lgan CS55 Plus avtomobilini ko'rsatishdan oldin bitta narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Ushbu avtomobilimizdagi motor rekordsimen hisoblanadi. Yaqinlar, bu bitta yurgisi 5000 оборотda, 5000 dan oshiq оборотda 10 kundan oshiq ishlab turgan motor hisoblanadi. Без перерыв. O'sha оборотda bir xilda ushlab turilgan. Motoriga keladigan bo'lsak, Ford bilan совместно ishlangan avtomobil. Yon tomonlardan bitta ko'rsatamiz. Sizlarga avtomobilda asosiy texnik ko'rsatkichlari, yordamchi funksiyalari haqida to'liq ma'lumot beraman. O'ylaymanki, avtomobil narxini videoda oxirigacha aytishimga qarshi emassizlar. Xo'p, avtomobilda uzunligiga e'tibor berasizlar. Bizdagi o'zini sinfdoshlaridan nisbatan uzunroq va yer sathidan balandligi 19 sm. Ko'ringlar, 19 dan ham baland bu tomoni. Eng past joyi ham 19 sm keladi. Motori 1.5 turbina motor, 181 ta ot kuchi yaqinlar. Xitoydan keladigan o'zini sinfdoshlardan ham avtomobilimiz ancha ustun turadi. Oldilariga bitta sizlar uchun baho berishga harakat qilaman. Old ko'rinishi, radiator panjara ajoyib o'ziga yarasha Chang'an'da logosi. Faralazimiz hammasi linzonli faralar. Avtomobilda yordamchi funksiyalariga keladigan bo'lsak, cruise control, adaptivniy cruise control, sun'iy intellekt bilan jihozlangan голосовой управлениялari ham bor. Sizlar bilan avtomobilimizni salonlarini bir qator ko'ramiz. Tashqaridan qaraydigan bo'lsak, 360 graduslik kamerasi, lekin menga juda ham yoqdi avtomobilni. O'zim joyladim shaxsan. U jarayonda avtomobil juda ham kamerasi nihoyatda tiniq o'zini ko'rsatdi. 360 graduslik kamerasi. Endi avtomobilni saloniga bir qator yuzlanamiz. Albatta avtomobilda qizil elementlarni uchratishinglar mumkin. Bu sizlar uchun sportivniy vid beradi yaqinlar. Undan tashqari rulni anaqasiga, shakli shamoyiliga e'tibor berasizlar. Avtomobilda hamma jihozlarimiz sportivniy vidga ahamiyat qilib ishlangan. Ya'ni bizni hozirgi kundagi eng talab, misol uchun o'rindiqlarda qizil strochkalar, shunday narsalar xudo xolasa avtomobilimizga juda ham go'zallik berib turibdi degan fikrdaman. Agarda sizlarda qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib ketinglar. Men sizlarga endi avtomobilni qisqacha tanishtirib o'taman. Hammamiz uchun eng qiziqarli bo'lgan panoramniy lyuk bor yaqinlar. Panoramniy lyukimiz. Bu joyimizda zerkalamiz bor, chirog'i yonadi, galagen. Ko'rib turibsizlar, lyukimiz to'liqligicha ochiladi. Xo'p, rulga baho beradigan bo'lsam, rul lekin haqiqatan boshqa olam, kosmos bo'layotibdi. Bundan tashqari ruldagi knopkalarimiz, aytgancha, Chang'an'da o'zini голосовой управленияsi bor. Men buni sizlarga ishlatib ko'rsatishga harakat qilaman. Rulda mana bu tomonda o'sha avtomobilni harakatlanishi uchun голосовой управленияsi, bu o'ng tomonda esa audio sistema qo'ng'iroqlarga javob berish uchun knopkalarimiz joylashtirilgan. Xo'p, men sizlarga Здравствуйте, что я могу для вас сделать? Chang'an, закрой все окна. Закрытие всех окон. Mana ko'rib turganlaringdek hamma oknani yopyapti. Xullas, голосовой управленияsi bor. Biz nisbatan shovqinroq joyda turganimiz uchun olmayotgan bo'lishi mumkin. Agar eshikni yopib, xotirjam foydalanib ketadigan bo'lsangiz, bu ham katta ustunliklardan bittasi hisoblanadi. Sizlar uchun Я berilgan пока multimedia. отключусь. Если что, зовите меня. Хорошо, до свидос. Undan tashqari monitorimiz bor. Bu Apple CarPlay, Android Auto to'liq qabul qiladi. Ko'rib turganlaringdek, голосовой управленияsi ruschada. Avtomobilimizni displeyi o'ziga yarasha. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ko'p obzorlarimda aytaman, katta bo'lgan monitorlar menga yoqmaydi. Nimaki, avtomobil bo'lgandan keyin bu o'ziga yarasha bu narsani ko'rib olsangiz bo'ldi. Bu siz televizor ko'rib yoki klip ko'rib ketadigan narsa deb hisoblamayman men. Endi undan tashqari menga yana bitta yoqqan joyi shuki, bu joydagi jismoniy knopkalar. Qaranglar, mana jismoniy knopkalar, asosiy knopkalar jismoniyda berilgan biz uchun. Nimaki, monitordan boshqarishimiz noqulay bo'ladi. Misol uchun yo'lda harakatlanayotganingizda ventilyatsiyani parrayini ishlatish, konditsioner yoqish, klimat kontrolni qo'shish, undan tashqari aytish esimdan chiqibdi, avtomobilimiz old oynasi va
yon bakovoylarimiz hammasida abagrev spirallari bor mana. Misol uchun spirallar o'tgan test trafik kelganlaringda, ko'rganlaringda e'tibor bersalaring, shu narsa ko'rinadi sizlar. Xo'p, bundan tashqari mana temperaturani boshqarish nimalari knopkada berilganligi bu men ustunlik deb hisoblayman. Multimediani boshqarish uchun rulda knopkalar borligini aytdim. Richagimiz juda ham chiroyli. Bizda беспроводной zaryadligimiz bor bu joyda. Mana беспроводной уже zaryadga olishni boshladi. Sizlarga ko'rindimi yo'qmi? Olyapti. Ikkita podstakanligimiz, kattagina bar bor. Yana nima deymiz? Bundan tashqari 360 gradusli kamerasini sizlarga kачествосini bitta ko'rsatib beradi. Avtomobil yurib turganligi uchun anaqa qilyapti. Mana 3D qilamizda sizlarga to'liq ko'rsatib o'tamiz. Bitta savol sizlarga, nimaga avtomobilimiz qora-yu bizdagi nimamiz oq berilgan? Shuni bilganlar bo'lsa kommentariyada albatta yozib qoldiringlar. Mana bu men uchun juda ham qiziq. Eshigi ochiq turganicha ko'rsatyapti. Gap bo'lishi mumkin emas, endi mashinani o'chirib qo'yamiz. Bu joyda drift modimiz bor, Eco, Normal, Sportda harakatlanadi avtomobil. Aytib o'tdim, 181 ot kuchi. Ushbu avtomobilni menimcha ko'tarib solsa kerak. Bakovoy upravleniyamiz bu joyda joylashtirilgan. Orqa bagaj qopqog'imiz elektron ochiladi. Men sizlarga endi buni o'sha Ford bilan совместный ishlangan anaqasini ko'rsataman. Motorini bir qator ko'rsataman. Ko'p avtomobillarda bilasizlar, shunday plasmas bilan yopiriladi, lekin bizdagi ekzemplarda unaqa emas. Ya'ni biz o'zbekchiligimizga ancha tushadigan qilib ishlangan desa bo'ladi avtomobilda. Bu tomonda mana akkumulyator, sizlarga aytib o'tgandek, rekardsment, mana Blue Core degan o'sha Ford kompaniyasidan ishlab chiqarilgan motor. Buni internetga yozsalar ham chiqadi. Chang'an rekardsment motor deb yozsalar, aynan sizlarga CS55 Plus ni sizlarga ko'rsatib beradi. Avtomobilimizni ko'rdilar, 19 razmerli diskalar bilan jihozlangan. Aytib o'tganimdek, orqa qopqog'imiz ham elektron ochiladi. Mana bitta orqasini ham ko'raylik, vixloplari. Avtomobil dizayniga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Yaqinlar bu joyda nimalarimiz joylashtirilgan. Buni sizlarga men ham ochig'ini aytsam, sizlar bilan birga ko'ryapman. Mana bu yerda damkratimiz, dakatkamiz bor. Bo'ldi, yana nima kerak bizga? Yonida cho'ntechasi ham bor ekan shekilli bu joyda, podsvetka. Bo'ldi, avtomobilni narxini eshitganlaringdan keyin o'ziga yarasha narx qo'yilganligiga amin bo'lasizlar. Xo'p, oxiri narxini aytamiz sizlarga. Avtomobilimizning narxi $23,000. Men buni adashmasam oktyabr oyi shekilli yoki oktyabr yoki noyabr oylarida Vistikada ham ko'rsatib obzor qilgan edim. Shunda ko'pchilik kommentariyada yozgan edi, qachon keladi shu avtomobil, qachon minamiz deganlar uchun mana hozir Chang'an rasmiy avtosaloni ochildi. Men sizlarga uni hozir lokatsiyasini aytib o'taman. Xo'p, lokatsiyamiz bu tomon o'zgarish mosidan kelib, ipodromga ketaverishda chap tomonda joylashtirilgan. Bu tomonda mana SAG XL degan gilomlar anaqasi bor, BYD avtosalonining ro'parasida joylashgan avtosalon. Kelganinglarda albatta bir qator test drive qilib ko'ringlar. Endi men sizlarga ichkaridagi avtomobillarni qisqacha ko'rsatib o'taman. Misol uchun, yo'q, bu menga qoplamaydi, menga premialniroq crossover kerak deydiganlarga ichkarida bor, xudo xolasa ko'rib ko'rsatib o'taman sizlarga. Bismillahirrohmanirrohim. Mana juda ham chiroyli. Ha, avtomobil obzori davomida aytish esimdan chiqibdi. Bu avtosalon rasmiy diler bo'lganligi uchun har bir avtomobillarga 5 yil yokida 150 ming kilometrga kafolat beriladi. O'zlarida servis xizmatlari, hamma narsalari bor. Xo'p, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan modelim Unique K modeli. Ko'rishinglar mumkin avtomobil. Juda ham bahaybat, undan tashqari yordamchi funksiyalari ham juda ham ko'p, chiroyli qilib ishlangan avtomobil. Mana salonini bitta ochaydi, ko'rsatib qo'yamiz. Albatta, buni to'liq obzorini ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Buni ham chiroyli qilib sizlarga to'liq obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Yana bitta narsa, harigina obzor qilganimda ham ko'rdim. Men charmlariga e'tibor bersalaring, haqiqiy charmni mazasini beradi. Men misol uchun ko'p avtomobillarni obzor qilib yurgan inson sifatida sizlarga qo'rqmay ayta olaman, avtomobil xudo xolasa prochniy pulga arziydigan narsa. Xo'p, buni sizlarga narxini keltirib o'taman. Ochig'ini aytaman sizlarga, misol uchun ko'pchilik Chang'an avtosalonidan ranjishlari ham mumkin. Men sizga bitta menejer qarashmadi. Yo'q, men o'zim buni xohladim. Sizlar buni meni o'zimni to'g'ri chiroyli qabul qilasizlar degan maqsadda bularga aytdim. Ya'ni men o'zim obzor qilib sizlarga ko'rsatishni lozim ko'rdim. Agar sizlar keladigan bo'lsangiz, chiroyli qilib kutib olishadi va albatta avtomobillar haqida ma'lumot berishadi. Bu 100 ming kam
410 million, 409 million 900 ming so'mga avtomobilni olib chiqib ketishinglar mumkin. Mana ishda shunday screenshot qilib avtomobil ko'rsatkichlari haqida to'liq ma'lumot olishinglar ham mumkin bo'ladi. Albatta aytib o'tganimdek, buni to'liq obzorini ko'rishni xohlaganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga maksimalni obzor qilib berishga harakat qilaman. Yana bitta narsa, CS55 da menga aynan mana shu rangi juda ham yoqdi, yaqinlar, qaranglar. Bitta qilinishi kerak bo'lgan ishlar ham bor. Hozir men o'zim ichimda narsalar aytaman. Ma'lum bir joylarini qora qiladigan bo'lsak, qora bilan narda grey kombinatsiya bo'lib, va cho'tki chiqadi. Uni ustiga bu narda greyni o'zi bas. Kamerani yaqinroq olib kelsangiz, buni perlamut qilayotgan joylarini ham ko'rsataman. Quyoshdan nihoyatda boshqacha turadi shu avtomobilimiz. Rangi aynan. Narigisi ham sizlar tashqarida ko'rsatganim ham anaqa edi. Qora bo'lib, qop-qora bas edi. Temniy siniga tortadigan rangda edi avtomobilimiz. Bu ham o'sha modeldan bittasi. Avtomobillarni sotib olish uslublari haqida pastda raqam qoldiraman. Sizlar bemalol ulardan olishinglar mumkin bo'ladi, yaqinlar. Albatta, sizlarga o'zini pulini bo'lib to'lash, ya'ni foizsiz bo'ladigan bo'lsa, 65% to'lov bilan bor deyishdi. Bu haqda aytib o'tganimdek, pastki raqamlarga telefon qilishinglar yoki-da to'g'ridan-to'g'ri avtosalonga tashrif buyurishinglar uchun manzilni ham aytib o'tdim. Doim o'zimni obunachilarimga, yaqinlarimga aytaman, avtomobilni obzor qilganimdan keyin avtosalonga kelib o'zingizlar test drive qilib ko'ringlar. Men shuncha maqtaganim bilan, men shuncha ko'rsatganim bilan, bori haqida ma'lumotlarni berganim bilan siz kelib minganingizda sizga yoqmasligi mumkin. Yoki-da siz xohlagandan ko'ra ko'proq emotsiya berishi mumkin. Shu uchun albatta avtosalonga keling. Sizlarga ko'rsatgan hamma modellarim uchun test drive'lar bor. Kelasiz, test drive bez o'chirib, bezni bo'lib, bepul. To'g'risi, endi misol uchun ko'p joyda test drive bor desam, pastda kommentariyada yozishdi menga, ya'ni pullimi, bepulmi? Yo'q, albatta test drive degandan keyin bepul bo'ladi. Bitta menejer beriladi sizga. Siz shaharda xohlagan qismingizda, misol uchun Toshliroq yo'lda, boshqada minib ko'raman desa, sizga bu imkoniyatni albatta yaratib berishadi. Albatta, qo'ng'iroq qilganingizda barakot uzda aytish yodingizdan ko'tarilmasin. Hammanglarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Video haqidagi, avtomobillar haqidagi fikringlarni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat.